Assalomu alaykum Avazbek Usto kanalini obunachilari. Mana obyektimizga ish jarayonlari qizg'in ketyapti. Mana Usto Begzod, Usto Maqsud, va kanalimizni boshi ustosi Avazbek Usto. Mana issig'imiz 35-37 daraja issiq. Mana quyosh. Issiqni issiq demay javolaverib xizmat qilishyapti. Hozir dam olayotsa ham bo'ladi mana shu ustolar. Lekin tezroq tugatish kerak. Video egasi iltimos qilgani tezroq tugatib beringlar. Mana xudo xolasa mana bu tomon tugadi. Loyg'ish turibdan shu joy qoldi. Mana keyin mana shu yerda urib bo'lsak, xudo xolasa tugaydi ishlarimiz inshaalloh. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, podдержка qilib turasizlar.